Ko'zlarim yo'lingda qolgan edi jim. Yuragim sevgidan yonardi har kun o'tim. Aytolmay sevgimni yurdim men sekin. Sen esa uzoqdek tuyularding har kun. Bir parcha qog'ozga bog'lanib taqdim. Muhabbatimdan ketmagin sababim, oddiy bir o'yinim topolmay qolibman. O'sha kichiksin, shu sabab qalbimda tugamadi qiynoq. Oddiy birgina qog'oz sevgimdan kechibdi voz. Har safar rad etdim, ketmadim baribir. Sevgi deb kurashdim ming bora qayta. Bilmagan ekanman birgina qog'oz ajratib qo'yganin ikki yurakni asta. Endi afsus bilan boqaman osmonga. Qo'llarim bo'shi qolgan armonlar kabi. Sababin bilganimda avvalroq agar dunyo qog'ozin toshardim yo'lingga bari. Oddiy birgina qog'oz sevgimdan kechibdi. Sevgi ham ba'zida shunchalar ojiz. Bir kichik tasodif yengar yurakni. Men esa hanuz ham unutolmayman qog'oz deb yo'qotgan o'sha muhabbatni. Bu voqea Farg'ona viloyati Quva tumanida bo'lib o'tgan. Bir bola bir qizni juda qattiq sevib qoladi, ammo sevgisini aytolmay yuragini. Qizni asta-asta qizg'onib va nihoyat sevgisini aytadi, lekin qiz bolani muhabbatini rad etadi. Shunda ham bola takror sevgisi uchun kurashadi. Bir kun o'sha qizni dugonasi kelib bolaga nima sabab sevgisini rad etayotganini sababini aytadi. Muhabbatini rad etishini sababi oddiy bir parcha qog'oz ekan. Qanday qilib deysizmi? Shunchaki yashin topali o'ynagan. Topsa bola bilan gaplashadi agarda. Topolmasa bolani sevgisini rad etadi ekan. Shunda u qog'ozni topolmabdi, shu sabab bolani bir necha yillik sevgisini oddiy bir qog'oz hal qilibdi. Eshitgan bolaning afsuslar bilan agarda sababin o'rganimda avvalroq butun dunyo qog'ozlarini o'sha qizni oyog'i ostiga tashlardim degan ekan. Shu bilan bir alamli sevgi qizi tamom bo'ldi.